Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video darsimiz informatika fanidan 2025-yilda tushgan demo testlar tahlili bo'ladi. Demak, birinchi misolimiz Python dasturiy tilida bo'ladi. Quyida Python dasturiy tilida yozilgan dastur kodi berilgan. X o'zgaruvchining qiymati x0 bo'lganda dastur natijasi qanday bo'ladi? Xo'p, int input x tenglik int input x ga qiymat kiriting deyapti. Demak, bizda shartda x tenglik 0 deb aytilyapti. X tenglik 0. A ning qiymati 7, B ning qiymati 8. Va shart operatori ketyapti. If agar A kichik yoki teng 10 bo'lsa, A ning qiymati bizda 7. 7 kichik yoki teng 10 deyapti. Demak, shartimiz rost bo'lganda if ichidagi mana 3 ta operatordan biri bajariladi. Qaysi shart to'g'ri bo'lsa. Demak, birinchi ifdan tekshiramiz. B kichik yoki teng 0 deyapti. B ning qiymati bizda 8. 8 kichik yoki teng 0 deb shart qo'ydi. Demak, bu xato. If tashlab ketamizda elifga o'tamiz. Elif A katta yoki teng 5. A ning qiymati 7. 7 katta yoki teng 5 dan. Demak, bu to'g'ri chiqyapti. Shuning uchun elif ichida turgan mana shu qiymat bajarildi. X ning qiymati bizda 0 edi. X tenglik 0 plus 5 bizda 5. Demak, if bajarilgandan keyin pastdagi mana bu ikkita qator ishlamaydi. Bizdan so'rayotgan narsa x ning qiymati chiqar deyapti. Bizda x qiymati 5. B javob. Keyingi misolimiz JavaScript dasturida o'quvchi ushbu JavaScript dasturi kodini kompilatorga yozdi. Dastur ishga tushirilgach, konsolga qanday natija chiqaradi? Let lang. Demak, lang nomli o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va uning qiymati Python bo'lyapti. Function show language. Demak, show language degan funksiya yaratilyapti va unga yana lang degan o'zgaruvchi e'lon qilib, unga Java qiymati biriktirilyapti. Console. Demak, bu console Pythondagi print. Log lang. Demak, ekranga chiqarilsin lang. Va demak, bu yerdan endi bizda show language deb mana shu funksiyaning natijasi so'ralyapti. Bundan birinchi Java chiqadi. Demak, show language Java. Lang ning qiymati Java. Keyin pastdan console log lang deyapti. Demak, bizda eng birinchi lang ning qiymati Python edi. Python chiqadi. Java Python degan javob bizda to'g'ri. Keyingi misolimiz. Quyida Python dasturiy tilida yozilgan dastur kodi berilgan. A 2024 bo'lgandagi dastur natijasini aniqlang. Def fn. Fn degan bizda funksiya e'lon qilinyapti va uning ichida s tenglik 0, while n teng emas 0, s plus n ni bizda foiz belgisi qoldiqni bildiradi. Ikkita bo'luv butun qismi. Butun qism. Return s ning qiymatini qaytar deyapti. Pastdan a ning qiymatini bizga kirib, print f a. Demak, bizda a ning qiymatini fn funksiyaga aytib qo'ydi. Demak, fn ning qiymati teng ekan bizga n ning qiymati esa f a ga. Demak, n ning o'rniga a ning qiymatini aytib qo'ysak bo'ladi yana. Xo'p, demak, a ning qiymatini bizda a tenglik 2024 deyilyapti. 2024. Keldik, s ning qiymati 0. N ning qiymati teng emas 0 ga deyapti. Demak, 2024 haqiqatan ham teng emas 0 ga. Shart bajarilayotganligi uchun ichkaridan bajariladi mana bu qism. S ga qo'yish deyapti. Endi o'nga bo'lganda qoldiq. Demak, bizda n'imiz hozir 2024. 2024 ni o'nga bo'lganda qoldig'imiz 4. Pastda aytyapti-ku, n'ni qoldiqli butun bo'l o'nga. N ning qiymati 2024 edi. O'nga butun bo'lsam
Butun qismi 202. 2. Va s ning qiymatini qaytar deyapti. S ning qiymati hozircha bizda qiymatini qo'shyapti. S ning qiymati 0 bo'lsa 4 deb qo'yapti hozir. 4. Keyingi safar endi n ning qiymati bizda 202 bo'ldi. Tekshiramiz. 202 teng emas 0. Demak, shart bajarilyapti. 202 ni o'nga qollig'i bo'lsak, mana bu yerga yozaman. 202 ni qolliqli bo'lsam o'nga. O'nga bo'lganda qollig'ini topyapti. O'nga bo'lganda qollig'imiz 2. Pastdan n qo'shyapti, s ga qo'shyapti. 4 ga 2 ni qo'shsam 6. 4 plus 2 o'zida. S ning qiymati 4 edi, s ga chiqqan natijani qo'shyapti 6. Demak, bu yerda hozircha 6 paydo bo'ldi. Keyingisi 202 ni o'nga bo'lganda butun qismi. 202 ni butun bo'lsak o'nga. O'nga bo'lib butun qismini topyapti. Demak, butun qismi 20. Tepa keldik, 20 teng emas 0. To'g'ri chiqyapti. 20 ni o'nga bo'lganda qolliq 0. Pastdan tushyapti. 6 ga 0 ni qo'ysak yana 6. Pastga tushamiz. 20 ni o'nga bo'lganda butun qismimiz. 20 ni butun bo'lsak o'nga. Demak, butun qismi 2. 2 teng emas 0. Demak, shart bajarilyapti. 2 ni o'nga bo'lganda qollig'imiz 2 chiqadi. Chunki kichik sonni katta songa bo'lganda qolliq kichik sonning o'zi bo'ladi. 2 qolliqli bo'lamiz 10 deganimizda. Demak, kichkinasi 2 ligi uchun qolliq 2 chiqadi. Va o'sha qolliqda s ga qo'shyapti. 6 ni 2 ga qo'shsam 8. Va pastga tushyapti-da 2 ni butun bo'lsak o'nga. 2 ni butun bo'lsak o'nga. Demak, 2 ni o'nga bo'lgandagi butun qismi 0 butun chiqadi, butun qismi 0 bo'ladi. Tepa kelamiz, 0 teng emas 0 degan shart kelib chiqyapti. 0 teng emas 0. 0 0 ga tengligi uchun dasturimiz ishni tugatadi-da. Print fa degani uchun bizda oxirgi s ning oxirgi qiymati 8 kelib chiqadi. Navbatdagi misolimiz JavaScriptdan. O'quvchi ushbu JavaScript dasturi kodini kompyuterga yozdi. Dastur ishga tushirilib, n o'zgaruvchiga qiymat sifatida 6 raqami kiritildi. Konsulga qanday natija chiqariladi? Demak, mana bu yerda birinchi let n degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va unga qiymat kiritiling deyapti. N tenglik bizda 6 ekan. Let s1, s ning qiymatini 1 deb e'lon qilyapti. S tenglik 1 ekan. For let k ning qiymati 1. K ning qiymati 1 ekan. Pastga tushamiz. S plus n deyapti. S ning qiymati 1, n ning qiymati 6 edi. S tenglik 7 bo'lib qoldi. Pastga tushamiz. K ni tekshiryapmiz. Agar deyapti k ning qiymati 3 dan kichik bo'lsa, k ning qiymati 1, kichik 3. Agar shart to'g'ri bo'lsa, continue siklni o'tkazib deyapti. Demak, shart to'g'riligi uchun sikl shu yerdan chiqib ketadi, yana tepa qaytadi-da. Ana endi mana bu shartlarga to'xtalamiz. K kichik n'danmiz shart deb shart qo'yapti. K ning qiymati bizda 1 edi. Kichik n. N'imiz 6. 6. Keyin k ga 1 ni qo'yish deyapti. Ikki bo'lib qoldi. N'dan 1 ni ayir deyapti. N tenglik 5 dan 1 ketsa 6. Pastga tushamiz. S ga n ni qo'yish deyapti. 7 ga 5 ni qo'shsak 12. K ning qiymati 2 bo'ldi endi. 2 kichik 3 dan. Demak, shartimiz rost, sikl tashlab ketiladi-da. Yana tepaga kelamiz. Endi yana k ni tekshiramiz. K ning qiymati 2 kichik n ning qiymati 5. Shart rost. K ni bittaga oshiramiz. K teng 3. N dan 1 ni ayirsak 4. Keyingi qator s ga n ni qo'sh deyapti. 12 plus 4. 16.
pastga kelamiz. K ning qiymati bizda 3 kichik 3. Demak, bu shartimiz rost emas. Demak, bu yerda o'tkazib o'rib, mana bu yerga kelamiz endi sikldan chiqib. S tenglik S ning qiymati 16, K ning qiymati 3. 16 qo'shib qo'ysak 19. Demak, konsolga S ning qiymatini chiqaryapti. S ning qiymati bizda 19. Bizda javob C.